Maşallah muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Salomatlarmi? Charchamasdan. Qani, sog'lik, salomatlik. Ha, mana bunisi ham. Nechta bo'lgan farzandlar inshaalloh? Ha, maşallah, 3 ta o'zi. Mana buni. Maşallah. Endi buni alohida ahliyangizga, buni alohida betga yurakka solyapman. Maylimi? Shu bu yoqdagi ahliyangizga. To'g'rimi? Mana inshaalloh o'zlariga mana mushaf-i sharif muborak bo'lsin. Alloh taolo azonlarini bundan ham go'zal bo'lishini nasib etsin. İnşallah. Endi hozir shu bilan yakunladikmi? Yakuniy duoni shu qismlarda. Hammamizga ijobat qildik. Yo'q, biz sizdan rijo qildik. Men boya qildim, 4-5 marta qildim. Siz bitta bizga qiling. Qur'onlarni ushlab turing domla. İkisiga sol. Ha, uni cho'ntakka soling. Xo'p deng. Bismillah deb ikki og'iz biz ham duo qiling bizga, men ushlab turaman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amin. Vel akibetin muttaqin ve salatu vesselam. Amin. Allah'ım Amin. bu dünyada barchalarimiz jamlaganing kabi qiyomat kunida jannatlarda payg'ambar Amin. sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda mana hazratimiz bilan birgalikda Amin. barchalarimizni o'zing jannatingda jamlagin. Amin. Ahillarimiz bilan birgalikda Amin. o'zingning jamolingni ko'rish to'sari qadar. Amin. Gunohlarimiz bor, xatolarimiz bor. Amin. Kechir. Amin. Yurtimizda yaratgan Allohim iymonga, islomga, Amin. ilmga hissasini qo'shayotgan barcha mu'min musulmon birodarlarimizdan shukur qidirma hazratimizdan Allohim o'zing Amin. Mu'min musulmon birodarlarimizni barchalarining gunohlarini afv qilgin. Amin. Yurtimizda Qur'onga, Amin. hadisga, qozonga bo'layotgan rivojlarni Allohimiz yanada ziyoda qilib, barchalarimizni iymonda, islomda, ibodatda barqaror qilsin. Amin. Avvalimizni, so'ngimizni xayrli qilsin. Amin. Allohumma salli va sallim barik alayhi. Allohu akbar. Rahmat. Allah razı olsun sizden. Rahmat.